Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli. Sizlar bilan yana Jamshid Asadov va Firuz Mardonov. YouTube'dagi Afterlife TV kanali. Ko'rib turganingizdek, bugun Gentra Bru 5 va Cobalt Bru 5 mexanik avtomashinalarini battiliga guvohi bo'lamiz. Qani ketdik. Mana biz videoni eng kulminatsiya nuqtasiga ham yetib keldik. Mana bu nizaviy podveska hisoblanadi. Ashga qismga keladigan bo'lsak, mana bu qismida qattiq koja elementini ko'rishimiz mumkin. Mana bu balka hisoblanadi. Doimo o'zingizdan asrang, siz yaqinlaringiz uchun keraksiz. Xo'sh, biz har doimgidek Afterlife TV kanalini an'anasiga sodiq qolgan holda old qismini obzorini boshlaymiz va Cobaltning old qismida mana bunday katta ikkita farani ko'ramiz, radiator panjarasi, Chevrolet shildigi, yana radiator panjarasi, nomer va nomerning pastki qismida yana katta radiator panjarasini ko'ramiz va har doimgidek radiator panjarasiga mana bunday reshotka qo'yishingizni so'rab qolaman. Va Gentra avtomashinasida har doimgidek qisiq faralar, kichikgina xo'sh radiator panjarasi va past qismida ham radiator panjarasi, tumanliklarni ko'rishimiz mumkin va old qismidan qaraydigan bo'lsak, Gentra nisbatan ingichka va Cobalt avtomashinasining qalinligini ko'rishimiz mumkin va Gentra avtomashinasi haqida biz obzor olganmiz va uni kanalga joylaganmiz, uni ko'rishingiz mumkin va biz Cobaltning yon qismiga o'tamiz. Cobalt avtomashinasining yon tomonida ko'zga ko'rinadigan va tashlanadigan hech narsa yo'q. Mana bunday stoykalarni, eshikning kattagina stoykalarni, mana bu laboy oynamizni qora plasmas elementini va eshik ochadigan ruchkalarni, bokovay oynalarimizni Cobalt avtomashinasida eshik qirralaridagi mana bunday qaytilishlar juda kamligini shuni hisobidan Cobalt avtomashinasida tezroq o'sha vmyatinalar hosil bo'lishini va pastki qismi yerdan balandligi, ya'ni clearance 15.14 sm, ya'ni Gentraga nisbatan balandroqligi hisobidan yerdan mashina ancha baland turadi. Va mana bu qismda xo'sh kattagina krilo qismida ikkita balon tashlanadi va biz Cobalt avtomashinasining podveska qismi haqida so'zlashamiz. Har doimgidek Cobalt, Nexia 3, Gentra va Spark avtomashinalari uchun barchasi uchun Macpherson tirgagi xos, ya'ni bir tomonlama borib keluvchi podveska xosdir va xo'sh bu yerda old tormoz sistemamiz diskli va oldingi qismida kattagina supportlar joylashgan va Cobalt uchun bu plus, old qismi demak diskli, ya'ni supportlar bilan ta'minlangan tormoz sistema bilan jihozlangan va old qismida podveskada shular. Old podveskamiz Gentrada ham Macpherson tirgagi, bu Cobalt bilan bir xil degani va old tormoz sistemamiz ham diskli. Bu Cobaltda ham xuddi shunday old tormoz sistemamiz diskli va ikkala, ya'ni Cobalt va Gentra avtomashinasida ham tormoz sistemasida ABS sistemamiz bor. ABS sistema shunaqangi sistemaki, Nexia va Nexia 2 dan farqli ravishda tormozni yo'lda keskin bosganimizda to'rtta balonni ham birdan qisib qo'ymaydi. Ya'ni qaysiki balon tormoz bosilganda toyadigan bo'lsa, o'sha balonni qo'yib ushlaydi. Shuni hisobidan mashina yo'lda toyib ham ketmaydi birinchidan va ikkinchidan to'xtash effektivligi anchagina oshadi va ABS sistema shu tomoni bilan Cobalt avtomashinasida ham Gentrada ham plus hisoblanadi va Gentra avtomashinasida clearance Cobaltga nisbatan ancha pastroq va 14 sm ni tashkil etadi. Va biz ort podveskaga o'tamiz. Ort qismimiz Gentradan farqli ravishda Cobalt avtomashinasida balka. Xo'sh, shu yerda bir ma'lumot ekranda ko'rinadi. Mana bu balka hisoblanadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana bitta bu tomonga bu tomonga bitta metal ketgan. Va balkada o'rtada bitta mana bunday metal turadi. Metalga ikki tomondan g'ildiraklar qotiriladi va g'ildirak qotirilgandan so'ng qaysiki g'ildirak chuqurga tushadigan bo'lsa, yo'lda ketayotganda g'ildirak shu tomon tushadi va ikkinchi tomonini ham qisman o'ziga tortadi. Shuni hisobidan, mana bunday bo'lishi hisobidan mashina ko'proq ichki qismi chayqaydi. Ya'ni yo'lda ketayotganda Cobalt avtomashinasini bilamiz, Cobalt, Spark, Nexia 3 da ko'proq chayqaydi. Gentra avtomashinasida unchalik chayqamaydi, chunki Gentra avtomashinasida podveska nezavismi, ya'ni mustaqil ko'p tomonlama har bir balon mustaqil ishlaydi va old qismi tormoz sistemaga keladigan bo'lsak, Cobaltda bir minus tomoni Gentradan farqli ravishda ort tormoz sistemamiz diskli emas, balki baraban
Bu Cobalt uchun minus. Baraban disk tormozga nisbatan mashinani to'xtashiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Ort podveskamiz esa Cobaltdan farqli ravishda Gentra uchun plus hisoblangan nizavis podvesim, ya'ni mustaqil ko'p tomonlama podveska. Mana bu nizavis podveska hisoblanadi. Mana bu o'rta qismi bu o'sha podveskani mana bu qismlarni qotiradigan qism hisoblanadi. Mana podveskani ko'rishingiz mumkin. Cobalt singari bitta metal emas, balki bo'lak. Mana buni qismini ko'rishingiz mumkin. Manaki bo'lak, ya'ni balon bo'lak ishlaydi podveska va mana bu qismida ham xuddi shunday bo'lak hisoblanadi va bu Cobaltga nisbatan ancha effektivni hisoblanadi. Ya'ni boya aytganimdek, Cobalt avtomashinasida har bir chuqurga yo'lda balon, har bir ort balonimiz bo'lak tushganligi hisobidan yo'lda mashinani chayqamaydi va eng muhimi Cobaltdan farqli ravishda mashina otmaydi. Ya'ni orqada ketayotgan odamlarni mashina keskin borib pastga urib yoki bo'lmasa yuqoriga otmaydi. Va biz kadrni o'zimizdan Cobalt avtomashinasining orqa qismiga o'tamiz. Orqa qismiga o'tishimiz bilan mana bunday kattagina bagajni qopqog'i kutib oladi va har doimgidek Cobalt avtomashinasida metal qismida mana bunday qaytilishlar kamligi hisobidan nisbatan metalning mustahkamligiga sezilarli darajada ta'sir qilgan va Gentradan farqli ravishda Cobaltda metal qism ancha zaifligini ko'rishimiz mumkin va Gentra, Cobalt, Nexia 3 va Spark avtomashinalarida hammasida bir xil atsinkovka, ya'ni metal ishlatiladi kuzov qismiga, faqat bu yerda Gentrada valnalar, ya'ni qaytilishlar kuzovda ko'pligi hisobidan ancha baquvvatligini ko'rishimiz mumkin Gentra avtomashinasini va ort qismida mana bunday kattagina faralarni ko'rishimiz mumkin, bamper qismini ko'rishimiz mumkin va nomer qismini ko'rishimiz mumkin va Gentraga nisbatan kattaroq bo'lgan vyexlop tizimini ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, va biz kadrni o'zmasdan texnik xususiyatlarga, ya'ni texnik tafsilotlarga o'tamiz. Motor qismiga ham yetib keldik avtomashinalarni. Birinchi Gentra avtomashinasi haqida ma'lumot beramiz, texnik tafsilotlari. Xo'sh, motorimiz 1.5 litr ish hajmiga teng va motorimiz umumiy holatda oladigan bo'lsak, ishchi hajmi 1485 cm3 ni tashkil etadi. Maksimal quvvatimiz 107 ot kuchini tashkil etadi. Va valimiz minutiga 5800 marta aylanishni tashkil etadi. Demak, kurtash momentimiz 141 ga 3800 ni tashkil etadi. Mashina old qismi tortadi va 1.5 litrli mana bu 107 ot kuchiga teng bo'lgan dvigatelimiz esa 5 talik mexanika korobka bilan jihozlangan. 179-180 tezlikgacha ham tezlasha oladi va tezligimizni zavod aytayaptiki 0 dan 100 gacha 13-13,1 sekundda chiqadi deyapti. Buni ham hozir sinab ko'ramiz. Shahar ichida yoqilg'i sarfi 8,5-10 tani, shahar tashqarisida esa 7,5 tani tashkil etadi deyapti. Ya'ni ideal holatdagi 91 yoqilg'i quyganimizda. Yoqilg'i bakimiz esa 60 litrni tashkil etadi va kapotni ochishimiz bilan har doimgidek bizni silindrlar emas, mana bunday qo'l mehnati bilan kapotni ko'tarib turadigan simlar kutib oladi va bu avtomashina uchun xuddi Gentra singari minus hisoblanadi va biz motor qismiga keladigan bo'lsak, motorimiz ikkala mashinalarda ham bir xil 1.5 litr ishchi hajmiga teng bo'lgan motor bilan jihozlangan. Ikkala mashinada ham 1.5 deb olamiz, lekin aslida motorni ishchi hajmi, ya'ni sig'imi 1485 cm3 ni tashkil etadi. Minutiga valimiz 5800 marta aylanadi va kurtash momentimiz 130-4000 ni tashkil etadi. Gentra avtomashinasida esa 130-3800 ni tashkil etadi. Demak, mana bu 106 ot kuchiga teng bo'lgan 1.5 litr ishchi hajmiga teng bo'lgan motor bilan 5 talik mexanik transmissiya, ya'ni mexanika korobka birgalikda ishlaydi va zavodning aytishicha mashina 0 dan 100 tezlikgacha 11.7-12.6 sekundda chiqadi deyapti. Buni ham hozir biz sinab ko'ramiz. Va bu yerda maksimal tezlik xuddi Gentra singari 169-170 ni tashkil etyapti. Ya'ni biz ideal bo'lgan 91 markaga tegishli bo'lgan yoqilg'idan foydalanganimizda va yoqilg'i bagimizni sig'imi Gentradan farqli ravishda 47 litrni tashkil etadi. Bu Cobalt uchun minus. Nimaga 60 litr qo'yilmagan bak? Bu minus hisoblanadi. Mana biz Cobalt avtomashinasini ichki qismiga ham o'tira oldik. Xavfsizlik kamarlarini taqamiz. Har doim aytganimdek, xavfsizlik kamarini taqish bu sizning hayotingiz uchun zarur. Bu kimningdir yoki nimaningdir uchun emas. Bu sizning hayotingiz uchun muhimligini unutmang va taqishni hech qachon yoddan chiqarmang. Avtomashinani zavod qiladigan bo'lsak, avtomashina benzinda, to'g'risini aytaman,
GM avtomashinalarning ichida nisbatan xunukroq mashina hisoblanadi Cobalt, buni hamma biladi. O'sha avtomashinaning salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi ancha katta, Gentra'ga nisbatan patolog qismining balandligini ko'rishimiz mumkin. Va mashinada atrofga razm solish, ko'rinish ham ancha qulay ekan. Bitta minus tomoni qandaydir mana bu eshik afshifkalari meni atrofni ko'rishimga qanaqadir xalaqit beryapti. Bu avtomashinani haydayvergandan so'ng bu noqulaylik sezilmaydigan bo'lib qoladi. Boshqaruvchanlik ham mashinada qulay, rullarimiz gidravlik hisoblanadi. Xo'sh, va mashina yerdan ancha balandlik hisobidan bilamizki, baland avtomashinalarni boshqarish ancha oson. Bunga sabab bilamizki, qanchalik yerga nisbatan baland o'rindiqda o'tiradigan bo'lsak, mashinani boshqarish qandaydir qulay bo'ladi. Bu mening shaxsiy fikrim. Va tablo qismiga keladigan bo'lsak, mashinaning tablo qismi Gentra'ga nisbatan ancha yaxshi ko'rinar ekan. Mana bu yerda taxometrni ko'rishimiz mumkin va tezlikni ko'rsatadigan mana bu kichik monitorcha va kichik monitorchada bakni qancha benzin qolganini ko'rsatuvchi datchik va odometr qismi va yuziga nechta yoqilg'i sarfini ko'rsatadigan qismini ko'rishimiz mumkin. Kichikgina tablocha bo'lsa ham bizga ancha ma'lumot beradi, lekin yana bir minus tomoni Gentra'ga nisbatan motorni qiziganlik darajasini ko'rsatib turuvchi datchik qo'yilmagan va bu Cobalt uchun minus hisoblanadi. To'g'ri, avtomashinaning motor qismi 90 gradusgacha ham o'sha harorat datchigi yonmaydi, chirog'i yonmaydi. Lekin 90 gradusdan o'tgandan so'ng, ya'ni mashina o'zi qizib bo'lgandan so'ng motor qismi bizga o'sha chiroq yonib bizni ogohlantiradi. Lekin unda kech bo'ladi. Ya'ni Cobalt avtomashinasiga agar zavoddan motorning qiziganlik darajasini ko'rsatuvchi datchik qo'yilganda ancha yaxshi bo'lar edi. Xo'sh, o'zi Nexia 1, Nexia 2 avtomashinasidan so'ng O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan avtomobillardan bittasi mana shu Cobalt deb bemalol ayta olaman. Chunki Cobalt avtomashinasi bilan har qanday ish qila olasiz. Taksi qilaman desangiz ham ideal avtomashina, yuk tashiyman desangiz ham yoki bo'lmasa savdogar bo'lsangiz ham mashina ancha ideal hisoblanadi va sizga bemalol ancha yillar xizmat qilib bera oladi. Avtomashina xo'sh, birinchi marta Braziliyada ishlab chiqarilgan. Xo'sh, va Braziliyadan 2012-yilda O'zbekistonda rasman ishlab chiqarila boshlangan. 2012-yilda O'zbekistonda ishlab chiqarila boshlangan. Men juda ko'p Cobalt avtomashinalarini ko'rganman. O'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 2012-yillarni ham ko'rganman, lekin ayrim joylarda 2013-yildan boshlab ishlab chiqarila boshlangan deyishadi, lekin 2012-yildan ishlab chiqarila boshlangan. Zapchast qismiga keladigan bo'lsak, Gentra avtomashinasida ham, Cobalt avtomashinasini ham zapchast qismi o'zi deyarli bir xil narx jihatdan ayrim joylardan oladigan bo'lsak, Gentra avtomashinasida qimmatroq bo'lishi mumkin, ayrim o'sha zapchastlarni oladigan bo'lsak, Cobalt avtomashinasida qimmatroq bo'lishi mumkin. Umumiy holatda ikkalasida ham narx jihatdan texnik qismlar bir xilligini ko'rishimiz mumkin. Mashina ancha yumshoq ekan Gentra'ga nisbatan. Bu qaysidir Gentra akalarimizga tegib ketmasin. Cobaltga nisbatan buni plus deb baholay olaman. Mashina ancha yumshoq ekan va hozirgi vaqtda akalarimiz bu mashinani yana ham yumshatishyapti. Ya'ni orqa qismi balka bilamiz, otadi mashinani ancha. Buni yo'lini topishdi, ya'ni orqa prujina qismini o'zinikini olib tashlab Vaz avtomashinalari, ya'ni Jiguli avtomashinalarini prujina qismini qo'yishmoqda va o'shanda mashinani otishi ancha kamaymoqda va biz avtomashinani 0 dan 100 gacha qancha vaqtda chiqishini tekshirib ko'ramiz. 1 2 3
Gentra avtomashinasining ichki qismiga ham o'tirib oldik va rulni o'zimizga to'g'rilaydigan bo'lsak, mana bu holatda menga juda qulay. Men rulni pastroq qilib boshqarishni xush ko'raman va eng asosiysi xavfsizlik kamarlarini taqish yodingizdan ko'tarilmasdan. Xavfsizlik kamarlarini taqamiz va mashinani boshqaradigan bo'lsak, avtomashina ko'rsam qancha mashina yangi 1 2 3 to'g'risini aytaman, avtomashina yurmayapti. To'g'ri, avtomashina benzinda. Shu yerda Gentra'ni bir minus tomoni Cobalt'ga nisbatan, Cobalt avtomashinasi Gentra'ga nisbatan tezkorroqligini ko'rdik. Kommentariyada bilsangiz sababini yozib qoldiring. Ayrim usta akalarimiz yoki ayrim mexaniklar aytishadiki, Cobalt avtomashinasining kuzov qismi nisbatan yengilroq va korobka передаcha nisbatan усиленный, ya'ni kuchaytirilganligi hisobidan Gentra'ga nisbatan ancha tezroq deyishadi. Bu gapda ham ancha jon bor va ayrimlar aytishadiki, Gentra avtomashinasida xo'sh, valni aylanishi Cobalt'ga nisbatan kamroqligi hisobidan deyishadi. Bilsangiz kommentariyada yozib qoldiring. Xo'sh, lekin to'g'ri, avtomashina Cobalt'ga nisbatan yumshoq emas. Tan olamiz buni. Cobalt bizga nisbatan ancha Gentra avtomobiliga nisbatan yumshoqligini ko'rishimiz mumkin. Lekin boshqaruvchanlik nisbatan mashinada o'tirish va mashinada ko'rilgan atrofga razm solish tomonidan qaraydigan bo'lsak, Gentra Plus hisoblanadi. Chunki avtomashina ancha ideal, ya'ni 2002-yilda ishlab chiqarilgan bo'lsa, bu avtomashina ancha ideal, maksimal darajada mashinani ishlab chiqarishga harakat qilishgan va bunga erishgan ham. Aslida bu avtomashina lastik avtomashinasi bo'lgan, biri 6 litr yoki biri 8 litr ish hajmiga teng bo'lgan dvigatel bilan jihozlanib chiqariladi. Bizdagi avtomashina esa biri 5 litr ish hajmiga teng bo'lgan dvigatel bilan jihozlangan va bu mashina uchun bir tomondan minus nega? Mashina chaqqon emas. Bir tomondan plus nega? Yoqilg'i sarfi ancha kamligini ko'rishimiz mumkin. Va biz shu yerda to'xtab, Gentra va Cobalt avtomashinalarini ichki qismlarini solishtirib ko'ramiz. Cobalt avtomashinasining afishka qismi deyarli hamma tarpetga, barcha plastik qismlari bir xil sifatga ega bo'lgan. Mana bunday plastik bilan jihozlangan va bu plastik nisbatan sifatsizligini ko'rishingiz mumkin. Chunki Cobalt minadigan akalarimiz bilishadi, mana bu qismlari ancha tezdagina qirilib, chizilib ketadi. Mana bu qismlarni qirib chizilmasligi uchun sizga laminatsiya qoplashingizni maslahat beraman. Va mashinani ichki qismiga o'tiradigan bo'lsak, rul qismi. Rul aslida Cobalt avtomashinasida multi rul hisoblanadi. Bizda esa multi ruldan M harfi ham yo'q. Bizdagi Cobalt avtomashinasining rul qismini regulirovka qilib bo'lmas ekan yoki bo'lmasa men topa olmayapman. Rul ancha qulayligini ko'rishimiz mumkin, tarpetka qismi ancha kattaligini ko'rishimiz mumkin. Mana bunday deflektorlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu orqali yonuvchi chiroqlarini yoqishimiz va faralarni yoqishimiz va mana shu holatda menda sidina qismida o'tirish qulay va spinkani o'zimga moslayman va xo'sh, Cobalt avtomashinasining o'rindig'ining mana bu qismi regulirovka bo'lmaydi va bu minus hisoblanadi. Va men o'zimni ort tomonimdagi o'rindiqqa o'tirib ko'radigan bo'lsam, xo'sh, ort qismi. Mashina ancha keng. To'g'ri, oyoqlarim o'rindiqqa tegib qolmoqda-yu, lekin mana bunday qiladigan bo'lsam, bemalol joylashar ekanman va uzoq yo'lga ketishga ancha avtomashina qulay ekan. Chunki boshim patologga tegib qolmayapti va mashinaning ichki qismini ancha kengligini his qildim men va qandaydir o'rindiq qismi, mana bu spinkamiz qandaydir tikroq joylashgan ekan menga qolsa, yana ham bilmadim. Va biz Gentra avtomashinasining ichki qismi haqida gaplashamiz. To'g'ri,
Gentra avtomashinasi yerdan ancha past, clearance past bo'lganligi hisobidan mashinaga o'tirib tushish qiyinroq. Lekin odam o'rganib qoladi, bu unchalik sezilmaydi. Va afishka qismiga keladigan bo'lsak, mana bu qismida qattiq koja elementini ko'rishimiz mumkin. Nisbatan sifatliroq qirilib chizilib ketmaydi. Nega mana bu qismi aquaprint bilan chiqarilmaydi? Mana bu minus. Hech bo'lmasa mana bu qismni aquaprint bilan chiqarsa bo'lar edi, shuncha pulga olganga yarasha zavoddan. Va mana bu qismi materialni ham sifatliroq avtotikandan jihozlasa yaxshiroq bo'lar edi. Oynalarni ko'tarib tushadigan knopkalarimiz joylashgan, bagajni ochadigan knopkamiz va mana bu qism, mana shu qismlar qattiq koja va mana bu qismi plastikdan jihozlangan va Gentra avtomashinasining plus tomoni mana bu plastik qismi Cobalt nisbatan ancha sifatliligini ko'rishimiz mumkin. Mashinaga o'tiradigan bo'lsak, xo'sh, mana shu holatda menga juda qulay. Rulni men ancha pastroqqa o'zimga moslayman. Rul yuqoriga pastga bo'ladi-yu, lekin nega oldinga orqaga bo'lmaydi? Oldinga orqaga bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Bu Gentra uchun minus. Xo'sh, va mana bu qismida deflektorlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu deflektor menga juda ham yoqadi. Qaysidir Mercedes avtomashinasini perdelka deflektoridan ko'ra mana bu ancha chiroyliroqligini ko'rishimiz mumkin. Deflektorlarning havosini ochib yopadigan qismini ko'rishimiz mumkin. Mana bu bilan chiroqlarni, faralarni yuqoriga pastga tushirishimiz mumkin. Mana bu qismida kichik karmanchani ko'rishimiz mumkin. Va Cobalt avtomashinasiga nisbatan Gentrani plus tomoni mana bu qismida padlokotnikni ko'rishimiz mumkin va padlokotnik nisbatan minimal darajada bo'ladi qo'l qo'yib ketishga. Hech bo'lmasa shuni ham berishyapti-yu, lekin padlokotnikni mana o'rta qismi Gentra avtomashinasi sinib ketadi. Buni hamma biladi, Gentra minadigan akalarimiz. Va yuqori qismi avtotikandan material bilan jihozlangan va bu avtotikan Cobaltga nisbatan ancha sifatliligini ko'rishimiz mumkin. Mana bunday kaziroflarni ko'rishimiz mumkin va ortni ko'ruvchi mana bunday ko'zoynakni ko'rishimiz mumkin. O'rindiq mana bunday uzunga to'g'rilayman va Gentrani Cobaltga nisbatan yana bir plus tomoni mana bu orqali o'rindiqni sozlashimiz, yuqoriga pastga qilishimiz mumkin. Bu ancha qulay. Mana shu holatda mening uchun qulay va o'zimni ort o'rindig'imga o'tirib ko'radigan bo'lsam, xo'sh. Xuddi Cobaltda ekan, ya'ni o'rindiqqa oyoqlarini tegib qolyapti. Yana bir narsani hisobga olamiz. Ya'ni meni bo'yim 186 sm, ancha uzunligim hisobidan tegib qolishim bu tabiiy hol, lekin mashinada o'tirish ancha qulay, uzoq yo'lga ketish ham qulay. Cobaltga nisbatan Gentraning orqa qismida yana bir plus tomoni, mashina yo'lda o'zini otmaydi. Ya'ni orqa podveskamiz nezavism bo'lganligi hisobidan orqa qismi otmaydi va bu plus hisoblanadi Gentra uchun ancha. Xo'sh, orqa qismi haqida shular. Mana biz ikkala avtomashinani ham boshqarib keldik va ikkala mashinani ham o'zgarishi plus va minus tomonlarini sizga yoritib berishga harakat qildik. Va 2022-yilda men mana bunday birinchi fazda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasimi yoki 2022-yilda ishlab chiqarilgan mana bunday mexanik emas, balki Cobalt avtomashinasini avtomat korobkadagini olsam bo'ladimi degan savolga javob beramiz. Chunki avtomat korobkadagi Cobalt va mexanik korobkadagi Gentra 2022-yilda narx jihatdan o'zaro teng hisoblanadi. Qaysi birini olsam bo'ladi degan savolga siz uzoq yo'lga qatnayman, men taksi qilmoqchiman, men yoki savdo sotiq bilan shug'ullanmoqchiman, menga yumshoqlik kerak, menga kattagina salon va kattagina bagaj kerak deydigan bo'lsangiz, men sizga Cobalt avtomashinani taklif qilaman. Yo'q, menga katta salon emas, menga ozroq hashamat, ixcham va o'zini yo'lda ancha yaxshi tutadigan avtomashina xohlaydigan bo'lsangiz, sizga Gentra avtomashinasini taklif qilaman. O'zi umumiy holatda olganda qaysi avtomashinani olsam bo'ladi degan fikrga shunaqangi javob beramanki, siz ikkala avtomashinani ham boshqarib ko'ring. Ikkala avtomashinani ham har tomondan sinab ko'ring. Qaysiki sizni didingizga mos keladigan bo'lsa, o'sha avtomashinani olishni sizga maslahat beraman. Va eng muhimi, siz doimgidek aytganimdek, pulingiz yetgan avtomashinani oling. Yana bir ma'lumot, avtomashina bizni A nuqtadan B nuqtaga yetkazuvchi vosita. Ya'ni bizni mana bu Cobalt avtomashinasi ham, mana bu Gentra avtomashinasi ham yoki ana bu Spark mashinasi ham, ikkala avtomashina ham bizni A nuqtadan B nuqtagacha yetkaza oladi.
topadigan daromadingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, men sizga Gentra avtomashinasini yoki Cobalt avtomashinasini ikkalasini ham olib minishni maslahat beraman. Chunki ikkalasi ham narx jihatdan ham bir xil va texnik tomondan ham deyarli bir xil va zapchast narx tomondan ham deyarli bir xil avtomashinalar hisoblanadi. Biz shunchaki xolis insonlarimiz. Biz shunchaki YouTube'ga video obzor qilmoqdamiz. Biz shunchaki o'zimizda bor bo'lgan tanlovni sizga yetarli darajada yetkazib berishga harakat qilmoqdamiz. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr, video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosishni va kommentariyada fikr bildirib qolishingizni so'rab qolamiz. Siz bilan Jamshid Asadov va Feruz Mardonov operator va YouTube'dagi Avtolife TV kanali bo'ldi. Doimo o'zingizni asrang. Siz yaqinlaringiz uchun keraksiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.